Elhom, yengil kelgan, yengil ketsin. Bizga sonidan farq qilsin. 50 mingdan qolsa ham biz ishlasak bo'ldi. Baraka toping. Muhimi xalq maza qilsin. Xalq maza qilsin, baraka topsin inshaalloh. Men Elhom, narxini juda yengil qilaman. Birinchi telefon qilgan odamga sotaman Elhom. Ulgurib qolsin obunachilar. Baraka toping. Akalar, mana shunaqa yaltiroq sifatli bo'lgan qo'zilarimiz xudo xolasa juda bir arzon narxda sotuvga qo'yildi. Olgan odam baraka topadigan hisorini qo'zilarni akalar tozasidan so'ragan yurtdoshlarimiz bo'lsa, narxi ham arzon, sifati ham zo'r bo'lgan akalar qo'zilarimizni bugungi videomizda akalar ko'rsatib o'tamiz. Xo'p, xudo xolasa G'uzor tumani Quduq qishloqidan har doimgidek Abbos akamiz oldiga yetib keldik. Abbos akamizda mana shunaqa yaltiroq ranglari kashtan, yaltillab turgan quloqlari ham akalar ko'pi butun bo'lgan akalar qo'zilarni olib kelibdilar. Ana shu qo'zilarni akalar birma-bir ko'ra olasizlar. Hozir narx-navo ma'lumotlarini ham aytib sizlar uchun tanishtirib o'tamiz. Abbos aka zo'rmisiz? Assalomu alaykum. Yaxshimi, Salxomjon zo'rmi? Charchabayapsizmi? Zo'r. Bu yaltiroq qo'zilarni qayerdan topdingiz? Alxomjon tog'dan keldi. Xo'p, necha qo'zi? 50 ta qo'zi, qarang. 20 ta qo'zi, 20 bosh. Ozgina sozgina. Buni qarang. Sifatini qarang. Mana. Bemalol 10 yil, 12 yil qo'y qiladi-da buni olgan odam. Urg'och qo'zi, hammasi urg'ochi bu. Mana. Eng sifatli qo'zilar mana bizda. Mana ko'ravering. Alxomjon. Mana qizillari ham bor, 2 dona. 2 dona. Simpatka. Qarang. Joni bor. Bular necha oylik dedingiz aka? Shu 5 oylik, 6 oylik ana shunday. 5 oylikki bo'lmasa kerak, bir 4 oylik, 3,5 oylik qo'zi bo'lsa. Yo'q, 5 oylik, 5 oylik. 5 oylik qo'zi. Mana, akalar, ko'rib olamiz. Bitta yarimta 4 oyligi bo'lmasa 5 oy, 6 oy. Xo'p, akalar 4 oylik, 5 oylik atrof qo'zi ekan xullas. Mana, bittalar ko'rib olamiz. O'zini joni bor, Ilhom mana. Ko'rsatib bittalar mana obunachilaring. Urg'ochini ishda, qo'chqorni ishda aka. Qo'chqori yo'q, hammasi urg'och. Hammasi urg'ochmi? Akalar sog'liqlar xudo xolasa. Qo'y qilishga olaman deydigan yurtdoshlarimiz uchun akalar etdan yaraydigan qo'zilarimiz, urg'och qo'zilarimiz akalar mana. Bitta ko'rib olaveramiz. Bittalar akalar bahosini berib qo'yamiz. Urg'och qo'zilarimiz xudo xolasa yaltiroq. Yebichlar sinalganmi aka? Yebichlari sog'ligi zo'r. Xudo xolasa yebichlar, sog'liqlari zo'r akalar mana. Mana, Alxomjon bittalar ko'rsatavering. Mana. Lubayn ushlab ko'rsating mana. Qirg'ligini qarang sifatini. Soriq qo'zida bu, soriq. Tog'diki. Mashalloh mana. Akalar haqiqatan yaltiroq, chiroyli akalar ko'rgan odam havas ketadigan qo'zilarimiz. Xo'p, Abbos aka buni narxini ham kelishtirib beraylik. O'ziga o'xshab chiroyli qilamizmi narxini ham? Ilhom, narxini juda yengil qilaman. Birinchi telefon qilgan odamga sotaman, Ilhom. Ulgurib qolsin obunachilar. Baraka toping. Ilhom dangali. Xo'p. Bunga narx qo'ymayman. 4 million 38 degan raqamlar yo'q bizda. 3,5 ni ham yo'q qilamizmi? 3,5 ham yo'q, Ilhom. 34, 33 ni ham yo'q qo'yamiz, xudo xolasa. Ilhom tekin qilyapsiz-ku. Xalqqa tekin bo'lsa bo'lsin. Ilhom dangali 32 dan beraman. 32, 3 ham devoring, qanima bo'laydi? Yo'q, 32 dan mundayda dastlabki ham qilib beraman. 3 million 200 dan dastlabki ham qilib beraman. Men qarang. Gapga javob. 3 ham emas, mayli 31 dan bera olamizmi yo'qmi? 31 dan Ilhom, dangali men tortishmayman. Xo'p. O'zlari olib ketishda berdim 31 dan. 31 dan akalar bemalol olib ketishga, xudo xolasa mana o'zim olib ketaman, dastlabki o'zimdan desanglar, 3 million 100 ming so'mdan. Akalar, bunaqasi bo'lmagan, shoshilib qolinglar. Pastda mana Abbos akamizning nomerlarini qoldirib qo'yaman. Do'stlar, ulgurib qolinglar. Realni mana shunaqa urg'och qo'zilardan so'ragan yurtdoshlarimiz uchun akalar maza qilib foydalanishga sifati zo'r bo'lgan qo'zilarni bugungi Ilhom, yengil kelgan, yengil ketsin. Bizga sonidan farq qilsin. 50 mingdan qolsa ham biz ishlasak bo'ldi. Baraka toping. Muhimi xalq maza qilsin. Xalq maza qilsin, baraka topsin inshaalloh. Men roziman mingdan ming. 31 dan berdim mana, hurmatli. Gap yo'q, baraka toping akalar. 3 million 100 ming so'mdan akalar, xudo xolasa 3 million 100 ming so'mdan. Ulgurib qolinglar, bunaqasi bo'lmagan narxlar haqiqatan suv tekin bo'lib ketdi. Agar 2 ta 3 ta olaman desa ham kelaversa, narxini alohida kelishaveramiz. Kelishamiz. Hech kimni norizo qilib jo'natgan joyimiz yo'q, Ilhom. Baraka toping mana. Ulgurib qolamiz do'stlar.